Assalomu alaykum butun O'zbekiston. Operatsiyalarimiz kuniga 3 tadan 4 tadan bo'lishiga qaramasdan, o'zimiz toliqishimizga qaramasdan yana sizlar uchun avgust oyida to 1-sentyabrga qadar implantlarimiz uchun chegirma e'lon qildik. Nimaga deganda juda ko'pchilik bizga chegirma so'rab iltimos qilyaptilar. Biz yo'q deya olmadik. Ya'ni ko'ngilchanligimiz uchun o'z nagruzkada yuribmiz, charchoq bilan yuribmiz, asabiy yuribmiz, lekin shunga qaramasdan sizlarni o'ylab qancha shu odamni ko'p xursand qilsa, shuncha odamga tabassum ulashsa, biz xursandmiz. Biz ham o'shanda charchog'imiz chiqadi. Biz sizlarning tabassuminglarni ko'rib stresslarimiz ariydi. Shuning uchun mayli dedik, avgustda ham yana sizlar uchun katta chegirmani e'lon qildik. Bugun ikkinchi operatsiyamiz, xudo xolasa, kunimiz juma, yana uchinchi operatsiyamizga bemor qarab o'tiribdi. Hatto hozirgi jarayon, oldin implant qo'ydirgansiz, hozir ham implant qo'ydirdingiz. Og'riqli bo'lganmi, qo'rqayotgan bemorlar bor, yuragi do'l bermayotgan bemorlar bor. Hech qanaqa og'riqlar sezganimni yaxshi hammasi. Hozir bularning operatsiyadan turdilar, bular ham обычный holatda qanday kirgan bo'lsa, xuddi shunaqa chiqib ketyaptilar. Sizlarni mana shu Diastom hamda Stom Center klinikalarimizda kutamiz. Stom Center klinikamiz bu Toshkent shahar Yashnobod tumani Maqtovquli ko'chasi 91/1 joylashgan. Telefonlar quyidagicha. Vodiyda esa Farg'ona viloyati Qo'rqat tumani Polvontosh qishlog'ida butun vodiyliklarni shanba va yakshanba kunlari bu yerda kutaman. Toshkentga keladiganlarni esa dushanbadan jumagacha shu yerda kutaman. Familiyaga yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Ko'rishguncha kutib qolamiz.